Yangi O'zbekistonning e'tiqod erkinligi, diniy bag'rikenglik, inson qadri va ijtimoiy himoya borasidagi ezgu siyosati mohiyatini kun sayin teran anglab bormoqdamiz. Xalqimizga xos mehr-oqibat, insonparvarlik, shukronalik, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgu fazilatlar timsoli bo'lgan, asrlar davomida ma'naviy hayotimizda muhim o'rin tutib kelayotgan muborak Qurbon hayitini har yili o'zgacha shukuhda nishonlayapmiz. Ayni kunlarda muborak Qurbon hayitini muqaddas zaminda kutib olgan O'zbekistonlik hojilar ulug' ibodatning asosiy rukunlarini ado etib, duolarida Yaratgandan yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini so'rashmoqda. Erta tongda hayit namozini jamoat bilan ado etgan yurtdoshlarimiz yurtga tinchlik, xalqimizga farovonlik tilab duolar qildilar. Inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar islom dinining insonparvarlik ta'limoti bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda fuqarolarning vijdon va diniy erkinligi sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash, jamiyatda diniy bag'rikenglik va dinlararo do'stlik, hamkorlik g'oyalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu holatni nafaqat yurtdoshlarimiz, balki turli mamlakatlardan kelgan mehmonlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari ham e'tirof etmoqda. Mamlakatimizda Qurbon hayiti nafaqat diniy, balki umummilliy bayram sifatida keng nishonlanadi. Zero ushbu kunda yurtdoshlarimiz bir-birini hayit bilan samimiy tabriklab, o'zaro sovg'alar ulashadi. Millati, tili va dinidan qat'iy nazar, yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olinib, xayriya ishlari amalga oshiriladi. Shu ma'noda ushbu qutlug' bayram insonparvarlik va bag'rikenglik ramzi bo'lish bilan birga insonlar o'rtasida o'zaro mehr, muhabbat va hamjihatlik kabi fazilatlarni ham o'zida mujassam etadi. Yurtimizda hayit bayramini munosib kutib olish va o'tkazish, shuningdek milliy diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, xalqimizning ko'p asrlik an'ana va urf-odatlariga uyg'un holda o'tkazilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun barcha zaruriy tayyorgarliklar ko'riladi. Mamlakatimizning barcha go'shasida tom ma'noda bayram shukuhi hukm suradi. Yurtimizda bayram shukuhi kezib yurgan ayni kunlarda 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik ziyoratchilar haj ibodatining asosiy rukunlarini ixlos bilan ado etyaptilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muqaddas haj safaridagi yurtdoshlarimiz holidan xabar olib, Musulmonlar idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali qilgan muloqoti shubhasiz bu yilgi haj mavsumining yorqin sahifalaridan biri bo'ldi. Davomiy tus olgan ushbu go'zal holatga boshqa davlatlar fuqarolari hayrat va havaslarini izhor etayotgani ham sir emas. Davlatimiz rahbarining xalqimizga yo'llagan Qurbon hayiti tabrigida aks etgan samimiyat ham yurtdoshlarimiz ko'nglini tog'dek ko'tardi. O'z o'rnida haj ziyoratini to'la to'kis ado etish uchun yaratib berilgan shart-sharoitlardan mamnunlikni tuygan o'zbekistonlik hojilar davlatimiz rahbariga ezgu tilaklarga yo'g'rilgan murojaat tabrik yo'lladi. Makka shahridagi Arafot vodiysida mazkur murojaat O'zbekiston musulmonlari raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar tomonidan o'qib eshittirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylariga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram Prezident janobi oliylari, Alloh taologa behisob shukrki, sizning bevosita tashabbuslaringiz va sa'iy harakatlaringiz bilan haj amallarini yuqori saviyada tashkil etishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Bunday e'tibor va ehtiromni biz hojilar chin yurakdan his etib, yaratilgan barcha qulayliklar uchun sizga chuqur minnatdorlik izhor etamiz. Hurmatli Prezident, siz va siz orqali yurtdoshlarimizni haj ibodatini ado etayotgan hamyurtlarimiz nomidan musulmon ummati uchun eng ulug' bayram Qurbon hayiti bilan samimiy muborakbod etamiz. Biz o'zbekistonlik hojilar shunday fayzli kunlar uchun shukronalar aytib, Haq taolodan jonajon yurtimizga qut baraka, aziz xalqimizga farovonlik va farzandlarimizga barkamollik so'rab ezgu duolar qilmoqdamiz. Sizni vaqt ajratib muborak haj ziyorati uchun yaratilgan sharoitlar va salomatligimiz haqida so'raganingiz hamda har kuni holimizdan xabardor bo'lib turganingiz ibodat bilan yurgan biz hojilarni cheksiz darajada mamnun etdi. Haj mavsumi davomida Qur'oni Karim 10 ming marotaba xatm qilinib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik tilab duolar qilindi. Hurmatli Prezident, siz yaratib bergan imkoniyatlardan ruhlanib,
O'zbekistonlik hojilar yurtga qaytganimizdan keyin yangi O'zbekistonni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari degan ezgu tashabbusni bir ovozdan ilgari surib, 3-renessans yaratuvchilarini tarbiyalashda sizga ko'makchi bo'lmoqchimiz. Alloh taolo butun dunyo mo'min musulmonlariga Qurbon hayitini muborak aylasin. Tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Ibodatlarimizni o'z dargohida husni qabul aylasin. Ona vatanimizni obod, xalqimiz hayotini yanada farovon qilsin. Qurbon hayit muborak bo'lsin. Hojilik ulug' maqom. Unga yetgan borki, odob axloqning, sog'lom e'tiqodning, ezgu amallarning tarbiyachisiga, targ'ibotchisiga aylanishi lozim. So'nggi 7 yil davomida hojilik maqomiga musharraf bo'lgan 60 ming o'zbekistonliklar safiga joriy yilda yana 15 ming nafardan ortiq yurtdoshimiz qo'shildi. Demakki, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashuvchi, tinchlik va ezgulik targ'ibotchilarining safi ham shunchaga kengaydi. O'zbekiston hojilarining ona vatanimiz taraqqiyotiga xolis xizmat qilish, mahallalarda tinchlik va birdamlikni mustahkamlash, aholi orasida tinchlik, osoyishtalikni qadriga yetish, haqimizni ma'nan yuksaltirish, jamiyatdagi islohotlarga daxldorlik hissini oshirish kabi ezgu tashabbuslar targ'ibotchisi bo'lishga burchli ekanliklarini izhor qilishlari tabiiy ravishda ko'ngillarga yana bir xotirjamlik urug'ini qadaydi. Ular jahonda kuchayib borayotgan ma'naviy illatlar ta'siridan saqlanish va jaholat domiga tushmasligi uchun bu omil suv va havodek zarurligini ta'kidlamoqda. Bizani juda ham quvontirgan hodisalardan bittasi muhtaram prezidentimizni haj ziyoratchilarining ahvoli bilan qiziqqanlari. Hammamizning kayfiyatimiz baland, so'raganlaridek, hammamiz bir ko'tarinki ruhdamiz. Allohning uyiga kelganimizga xursandmiz, Allohga shukr etamiz. Men o'zim boshqatdan ruhiy sifatda yangilandim. Albatta mamlakatga borgandan keyin tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchisi bo'laman inshaalloh. Avvalambor bu targ'ibot uydan boshlanadi, sekin-sekin atrofga, mahallaga boshlanadi. Makka-i Mukarram Madinada yurganimizda ham bizni ko'krak nishonimizni O'zbekistonni ko'rib, o'sha yerdagi tinchlik posbonlar, O'zbekistonimiz o'ting keling deb e'tibor berishi zaminida, demak biz yurtimizga e'tibor. Xudoga shukr. Bevosita mana shu davlatimiz tomonidan muqaddas dinimizga ko'rsatgan e'tiborlari. O'zingizga ma'lum, azaldan bizning yurtimiz ulamolar yurti. Davlatimiz tomonidan nafaqat dinimizga, o'sha qadriyatlarimizga e'tibor berib, avvalo mana shu zabilimizda abadiy qo'nim topgan ulamolarimizga ham alohida e'tibor beryapti. Ularni yotgan joylarning chiroyli ziyoratgohlariga aylantiryapti. Imom Buxoriyning maqbarasini aytasizmi, At-Tirmiziy, mana bular ham millatimizga, dinimizga davlat tomonidan doimiy e'tibor berayotganini e'tirof qilishimiz kerak. Albatta bu hammasi eng avvalo yurtimizda hukm surib turgan tinchlik va davlatimizni dinga ko'rsatgan e'tibori yurtimizning tinchligini barqaror aylasin, xalqimiz tinch bo'lsin. O'zbekiston prezidentining Qurbon hayiti munosabati bilan yo'llagan tabrigida ta'kidlanganidek, bugungi kunda mamlakatimizda turli millatlar va diniy konfessiyalar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlash, vijdon erkinligini ta'minlash, diniy ma'rifiy merosimizni asrab-avaylash, yosh avlodni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqda so'z yuritganda, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, mashhur allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlash lozim. Jumladan, ko'hna Sharq mo'jizasi Samarqand shahri 2025-yilda islom madaniyati poytaxti deb e'lon qiladi. Ulug' vatandoshimiz Imom Moturudiyning 1155 yillik tavallud sanasi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Imom Buxoriy, Imom Moturudiy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari qatoriga shu yil Buxoro shahrida o'z faoliyatini boshlaydigan Bahovuddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ham qo'shildi. Yurtboshimiz tomonidan joriy yilning mart oyida bevosita Imom Moturudiy tavalludining 1155 yilligini nishonlash to'g'risidagi qarorlari imzolandi. Ushbu qaror asosida aynan markaz oldiga, Imom Moturudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi oldiga qator vazifalar qo'yildi. Mana shu qaror asosida unda keltirilgan bandlarning ijrosi yuzasidan yurtimizda 29-30 aprel kunlari qadimiy Samarqand shahrida Moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusida yirik xalqaro konferensiya o'tkazildi. Ushbu konferensiyaga dunyoning 25 davlatidan 70 dan ziyod vazirlar, muftiylar, diplomatik korpus vakillari, aynan Moturudiy ta'limoti bo'yicha tadqiqot olib borgan yirik zabardast olimlar tashrif buyurdilar. Ular yurtimizda umuman ajdodlar merosini o'rganish borasida, ularning nomlarini abadiylashtirish borasida, ilmiy ma'naviy merosini tiklash borasida qilinayotgan ishlarni ko'rib turib, faqatgina bir so'zni aytdilar. Ya'ni oldingidek bo'lgani kabi Mavron Nahr diyori
butun ilm, butun olimlarni yetishtirib chiqargan markaz bo'lgani kabi bugun ham yurtingiz aynan mana shu qadamda, mana shu yo'lda qadam tashlab borayotganini ko'ryapmiz. Bugun yurtingizda dunyoning ilmlari jamlanayotganini, aynan mana shu olib borilayotgan islohotlar natijasida buning guvohi bo'lib turibmiz deya e'tirof etib ketishdi. Poytaxtimiz Toshkent shahrida bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi Yangi O'zbekiston prezidentining tashabbusi natijasi bo'lib, ilmiy ma'naviy yo'nalishdagi ulkan va noyob loyiha sifatida el yurtimiz va xalqaro jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu muazzam maskan ko'p ming yillik qadimiy tariximiz, boy va betakror milliy madaniyatimizning yorqin timsoli sifatida Yangi O'zbekiston hayotidagi g'oyat muhim voqeaga aylanadi. Kezi kelganda mamlakatimiz yangi taraqqiyot bosqichiga chiqqanini, barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy jabhada ham ko'plab islohotlar amalga oshirilayotganini, yutuqlarga erishilayotganini alohida qayd etish lozim. Yangi O'zbekistondagi bu muvaffaqiyatlar zamirida fuqarolarning vijdon erkinligi huquqlarini ta'minlash borasidagi yangilik va yengilliklarni alohida qayd etish, xususan ikki muhim hujjatni eslab o'tish lozim. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun. Ikkinchisi, prezidentimizning fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda diniy ma'rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. Ushbu ikki muhim hujjat tom ma'noda diniy ma'rifiy soha samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishning mustahkam huquqiy asosi bo'ldi. Ne allomalarga beshik bo'lgan, islom tamadduni rivojiga ulkan turtki bergan ko'hna va navqiron yurtimizda bugun Qurbon hayiti shukuhi kezmoqda. Erta tongdan O'zbekistondagi minglab masjidlarda hayit namozi emin erkinlikda, tinch va xotirjam ado etildi. Duolarda Allohdan yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik, yangi O'zbekistonga ravnaq va taraqqiyot so'raldi. Xalqimizning yuzida, so'zida shukronalik. Zero bu kun millati va dinidan qat'iy nazar barchaga birdek mehr ulashiladigan, ehtiyojmandlar holidan xabar olinadigan, mehr oqibat tantana qiladigan qutlug' bayram. Qurbon hayiti bayrami shukuhi o'zgacha tarovat bilan kezib yuribdi. Xalqimiz yuzida xursandchilik, tabassum bilan mana shunday tinch osoyishta Dorul Omon kunlarga shukrona aytgan holda bir-birlarini bayram bilan qutlamoqdalar, tabriklamoqdalar. Har yilgi an'anaga muvofiq bu yil ham muhtaram yurtboshimiz Qurbon hayiti munosabati bilan xalqimizga tabrik yo'lladilar. Bu tabrik bayram shukuhiga shukuh qo'shib, xalqimiz qalbiga yanada ko'tarinkilik, yanada xursandchilik soldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Buxoroy sharifdagi barcha tabarruk ziyoratgohlarda bayram shukuhi davom ettirilmoqda. Imom Buxoriyning ustozlari Abu Hafs Kabir Buxoriy ziyoratgohida, yuzlab allomalar dafn etilgan Chor Bakr ziyoratgohida, Bohovdin Naqshband va boshqa ziyoratgohlarda xalqimiz, ziyoratchilarimiz juda ham mamnun, juda ham xursand va yaratganga shukronalar aytyaptilar. Qurbon hayiti kunlarida qilinadigan juda ko'p xayrli amallarimiz bor, ezgu ishlarimiz bor. Mana shunday xayrli ishlardan, savobli ishlardan Qurbon hayiti kuni qurbonliqlarning so'yilishi, mana shu qurbonliqlar mahallada, qavm qarindoshlar orasida kam ta'minlangan oilalar, muhtoj oilalar, keksa boquvchisini yo'qotgan, mana shunday mehrga muhtoj bo'lgan oilalarga mana saxovat ko'rsatib, mana shu Qurbon hayiti kunlarida o'zlarining qurbonliqlarini taqsimlab kelmoqda. Barcha yurtdoshlarimizni qilgan xayr ehsonlarini ulug' saodatli dargohida qabul aylasin. Farg'ona viloyatida ham Qurbon hayit kunlari juda katta shukuh bilan, xursandchilik bilan o'tyapti. Mana hayit namozlarining so'ngida aziz namozxonlarimizni bir-birlari bilan samimiy tabassum ila tabriklashib ko'rishishlarini o'zi ham so'zimizning yaqqol bir misoli bo'ladi. Ibodatlar ustida qilayotgan duolarimizni Alloh qabul aylasin. Masjidlarda yaratilgan sharoitlar, tartib, intizom, xalqimizning ko'zidagi quvonch shunday ulug' kunlarga yetkazganiga shukrona shundoqqina bayram shukuhida bilinib turdi. Muhtaram prezidentimiz viloyatimizga tashrif buyurib, mana shu 2025-yilni Navoiy viloyatida Hazrati Alisher Navoiy yili deb e'lon qilib berdilar. Bu yerda istiqomat qilayotgan barcha mo'min musulmonlar mana shu farishtalar duo qilib, barcha duolaring qabul bo'ldi deb da'vat qilib turadigan ulug' daqiqalarda shu yurtimizdagi bo'layotgan keng yaxshiliklar, islohotlar va xalqimizda farovonligi, qishloq shaharlarimizda yanada gullab yashnayotganlarini shu ibodatlarida Alloh taborak va taologa shukronalar bilan izhor qildilar. Albatta
bugungi kunda muhtaram prezidentimizning diniy sohaga berayotgan e'tiborlaridan mu'min musulmonlar xursand bo'lmoqda. Qoraqalpog'iston xalqi uchun xizmat qiladigan muhtaram prezidentimizning maxsus farmonlari, qarorlari qabul qilindi. Albatta, bugungi kunda xalqimiz muhtaram prezidentimizning e'tiborini his qilmoqda va minnatdor bo'lmoqda. Bayram kunlarining dam olish kuni deb e'lon qilinishi ham xalqimizga katta ne'matdir. Chunki ular bu dam olish kunlaridan unumli foydalanib, qavm qarindoshlardan xabar oladilar. Yurtimizning obod manzillarini ziyorat qilib, sayohat qiladilar. Qadrli yurtdoshlar, barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Noislomiy konfessiya vakillarining aynan hayit kunlarida O'zbekiston musulmonlari idorasiga kelishi qator yillardan beri kuzatilayotgan go'zal bir holat. Bu gal ham ushbu an'ana davom ettirilib, respublikamizda rasman faoliyat yurituvchi turli diniy tashkilot rahbarlari musulmonlar idorasida bo'lib, mutasaddilar bilan do'stona muloqot o'tkazdilar. Mehmonlar bayram munosabati bilan qutlov so'zlari va izhorlarini yo'lladilar. Shiddat bilan o'zgarib borayotgan bunga murakkab sharoitda dunyoda sodir bo'layotgan voqea hodisalar mamlakatimizda inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan xalqchil tamoyilga asoslangan islohotlar to'g'ri ekanligidan dalolat bermoqda. Bugungidek fayzli va tarovatli kunlarda nuroniylarimiz va minglagan hojilarimiz tomonidan qilinayotgan ezgu duolar va orzu niyatlar bu boradagi ishlarning yanada taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Mana kechagina muborak Arafa oqshomida minglab hojilarimiz muqaddas maskanlarda haj amallarini ado etayotgan onlarda yurtimiz futbol terma jamoasi o'z tarixida ilk bora jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu ham mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoliklarida amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi bo'lib, matonatli xalqimizning uzoq yillik mehnati, sabri orqali orzu qilgan niyatlariga yetishish mumkinligini yana bir bor butun dunyoga namoyon etdi. Ayniqsa duolar ijobat bo'ladigan Arafat maydonida Muftiy Nuriddin Xoliqnazar boshchiligidagi 15 ming nafar hojilarimiz, shuningdek, butun xalqimizning duolarini Alloh ijobat qildi. Biz ham futbolchilarimizni ushbu tarixiy g'alaba bilan tabriklaymiz.